Yaqinroq keling do'stim, sizga ko'rsataman. Mana u qo'limda turgan amortizator arqamdagi Onyx dan yechib oldim. Buni sababi oddiy. Egasiga yoqmayapti, yamalarni bilintiryapti. Onyxchilar buni yaxshi bilasizlar. Endi buni sababini biz amortizatordan ko'ryapmiz. Amortizator tushishi juda ham bo'sh. Undan tashqari ovozlar berishga kelsak, bu yonboshga berayotgan lyuftidan. Buni anu telefon ojizlik qiladi, lyuft ko'rsatgani, lekin rost gap. Xo'p, endi biz bunga qo'yib beryapmiz. Amortizator усиленный переделки. Xo'p, buni tushishlari juda ham yaxshi bo'ladi, chidamliligi yuqori bo'ladi. Inshaalloh tajribadan o'tgan. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqqa qo'yib videoni chiqaryapmiz, do'stlar. Videoga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Agar obuna bo'lmaganlar qatorida bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men foydali ma'lumotlar berib turibman. Ham YouTube'da, ham Instagramda baravar ijod qilyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.